Har bitta o'zbek oilaga kamida shunaqa remontli xonadon nasib qilsin. Hozirdan like bosib qo'yinglar. Lokatsiyasini ham, narxini ham videoni oxirida aytaman akalar. Bu xonadonimiz 3 xonali Yevro remont mebel texnikalari bilan sotilayotgan xonadon bo'ladi. Fransuskiy planirovka obzorini boshlaymiz. Akalar qaranglar, asosiy ishidan kirib kelganimizda prixoshkamiz bo'ladi. Chiroyli shkoflarni qilib qo'yishgan, hamma narsasi bilan akalar yengil. Shundoq kirasizlar, yashaysizlar. Kiyim-kechak bilan kelsanglar bo'ldi. Bu yoq tarafda struniy shkopi, o'zini kiyim iladigan joyi bor, pufiklari bor, koroslarni chiroyli qilib qo'yishgan gullar bilan. Endi mana bu eshikdagi oynaga necha baho. Shunda o'zingizga qaraysiz, ishingizga ketaverasiz. Prixoshkamiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda sanuzolimiz, ko'rishingiz mumkin, yuvinish xonamiz alohida qilingan, kir mashinalargacha bor. Bu yoq taraf ko'rganimizda bu detskiy xonamiz bo'ladi. Tashqariga qaragan derazasi bor. Biralarni qaranglar, necha. Hamma narsa absolyutni yangi, akalar, shkoplargacha. Xo'p, endi buni yonida родительский spalni bo'ladi. Родительский spalnini dizayniga, interyeriga o'zingiz bitta baho berib qo'yinglar. Til ojiz gapirishga bor. Shkoplarga necha baho. Ayollar bo'yanishgacha sharoitlar qilib qo'yishgan. Er xotinning rasmini, suratini qo'yib qo'yasizlar-da, takoy romantichniy o'zi ham xona qilib qo'yibdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamda budilniklargacha qilib qo'yishgan ekanda, hattoki akalar televizorga ham joy tashlab ketilgan. Shundoq kirasiz, yashab o'rasiz. Mana bu tarafimizda mehmonxona bo'ladi. Mehmonxonaga o'zingiz bitta baho berib qo'yinglar. Ruschasiga aytganda safkusim deydi. Bag'ridil odamni yariydi-ya. Televizorning zonalariga qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Konditsionerlargacha bor. Endi bu xonadonimizda bitta zo'r yechim qilibdilar-da uyegalar. Ko'rasizlarmi? Razdejni eshikni. Shunda balkonga chiqasizlar. Mana shundoq ochiladi. Mana balkonimiz. Mana ko'rasizlarmi? Mana masjidga ham chiroyli qilib shkoplarni yasatib o'rsanglar bo'ladi. Okalar, gap bo'lishi mumkin emas. Like bosing, yoqdimi kommentariyada plus so'zni qoldiring. Bu yoq tarafimizda hojatxonamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, oshxonamiz bo'ladi. Oshxona jihozlariga necha? Gap bo'lishi mumkin emas. Hattoki akalar pasudalargacha qo'yib qo'yibdilar-da, mana koroslar, qoshiq, vilkalarigacha. Aytdim, mana shundoq kirib yashab bersangiz bo'ldi. Mebellarni idealdan qo'yib qo'yibdilar, lekin biratan. Bu yoq tarafimizda mana xolodilniklari bor, romlari tashqariga qaragan gaz plitalari. Xullas akalar kelgan joyimizdan lokatsiyasi keladigan bo'lsa, Olmazor tumani, Massiv Sevzor bo'ladi. Aniq mo'ljalimizda hamma biladigan Tarnok kafesining yonidagi 9 qavatli domimiz 8-qavatida joylashgan. Umumiy maydonimiz 72 kvadrat metr. Shu turmushi bilan sotiladi. Akalar, narxi keladigan bo'lsa, $103 ming okalar sunnatiga ozgina o'tirgan joylari bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, past raqam qoldiraman.